ko'z qarash haqiqatan de shundoq muhimmi? Albatta, ko'z qarash intayin muhim. Unda tvenlik formulaga diqqat qilinglar. T bu ko'z qarash tushundirdi. F bu hissiyotni tushundirdi. A hareket tushundirdi. H bu odatni shakllantirdi. Taqdir. Bu nima degan gap? Har qanday bir hissiyotning haqida cho'qim mush hissiyotni keltirib chiqarayotgan o'y bo'ladi. Masalan, men yaxshi ko'rmaydigan bir odam men kulimsirgan bo'lsa, kulimsirda. Men yaxshi ko'rmayman-da, uning bo'lgan ko'z qarashim yaxshi emas. Ya'ni men uni yaxshi ko'rmaganligim uchun uni eski deb bilaman. Men nima deb tarjima qilaman deganda, bu men zangli qilyapti deb o'ylayman. Bu zangli qilyapti deb o'ylagan narsa menda uning nisbatan o'chmanlikni paydo qildi. Bu o'chmanlik bir bo'lsa, uning qattiq tegish, baqirash, achchiqlash, yoki bo'lmasa uningdan jiroq turishni keltirib chiqardi. Demak, haqiqatan buni ko'rgan vaqtda men mushkil inkas bildirman, yoki uningdan jiroqlayman, yoki bo'lmasa uningga achchiqlayman. Demak, bu bir uning bilan kurashgan vaqtimdagi odatni shakllantirdi. Bu odat bo'lsa, dal mening uning bilan bo'lgan keyingi tashqi dunyo munosabatimni, balki men uning bilan mangu kurashmasam mumkin. Demak, har qanday bir hissiyotning oqida nima shakllandi desa, ko'z qarash shakllandi. Pul masalan, pul bo'lgan ko'z qarashim. Pul nachar narsa deb o'ylagan bo'lsam, har qatim pulni ko'rgan vaqtimda, yoki pulni tutgan vaqtimda, yoki pul to'g'riliq paranglashganda men beyaramchilik paydo. Bu beyaramchilik mendan tabiiylam ya puldan jiroqlashishni keltirib chiqardi. Bu mening pul odatimni keltirib chiqardi. Bu mening eng oxirida pul taqdirimni keltirib chiqardi. Nika yoki bir erning bir ayolga bo'lgan ko'z qarash. Uning ko'z qarashida ayollar yaxshi yoki ayollar nachar deb olgan bo'lsa, yoki yaxshi deb olgan bo'lsa, u to'y qilish jarayonida ayoli bo'lgan ko'z qarash yaxshi bo'lganligi uchun hissiyot yaxshi bo'ldi. Harakati uchun yaxshi bo'ldi. Odati uchun yaxshi bo'ldi. O chaq eng oxir taqdir. Shunga bizning har qanday narsa bo'lgan ko'z qarashimiz bu intayin muhim. Dunyoga bo'lgan ko'z qarashimiz uchun. Dünya rezil deb tushunib oldik Alloh. Undan so'ng dunyo rezil degan vaqtda buning bu ko'z qarash nimani keltirib chiqardi desa, dal dunyodagi rezillikni izlash bilan. Chunki u dunyo rezil deganlik uchun u chuqum rezillikni izlash orqali o'zining aslidagi bo'lgan ko'z qarashini isbotlabmadi. Buning nisbatan uning dunyoda yashagan vaqtda qo'rqinish ichida yashaydi. Ansizlik ichida yashaydi. Harakatim shunga o'xshaydi va odatmi shunga shakllandi, eng oxirida dunyo bo'lgan taqdir. Agar dunyoni go'zal deb o'ylasa, u dunyodan chuqur go'zallikni izlaydi. Uning rezillik ko'rinmaydi. Unda esa u dunyoga bo'lgan hissiyoti, harakati, eng oxir odati, eng oxirida taqdir. Shunga bu formula intayin eson tutsin. Bir odamning ma'lum narsaga ko'z qarash eng oxir nima keltirib chiqardi bo'lsa, taqdirni keltirib chiqardi. Unda biz kichkina bir sinov ishlaylik. Ekran qaraysizlar hozir, ha? Ekranda ma'lum bir rasm chiqadi. Endi buning sal qiyinlik darajasi yuqori. Nima ish qilsa qiyinlik darajasi nada deganda, men faqat sizlarga 5 sekund vaqt beraman. Sizlar mush ekrandagi qanchatal qog'a, qora qog'a bormi? Qog'ining borligini sanab birsizlar. Unda olsa berish kuchdayma boshlandi. 5 sekund bo'lganda to'xtaymiz, ha? 1 2 3 qaranglar. Demak, sizlar rasmni ko'rdinglar. Unda avval men sizdan savol so'rayman. Mushu rasmda qanchatal qog'i bor? Ba'zan 12 deyishim mumkin, ba'zan 11 deyishim mumkin, ba'zan 14 deyishim mumkin. Ammo mening so'raydigan savolim, muhim savolim bu emas. Mening sizdan so'raydigan savolim, mush rasmda qo'lvaq bor, ha? Qo'lvaqda bir necha kichik do'st bor, kichik saboqdosh. Qanchatal bola bor? Hem nurg'un gullar bor, ha, oqida. Qanchatal gul bor? Qaysi gul qanday rangli? Sizlar qizil gulni ko'ra oldinglarmi? Yo'q. Balkim nurg'uninglar anqiramagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa nada qo'lvaq bor, nada bola bor, yoki nada gul bor deyish mumkin. Chunki men sizdan so'rgan vaqtda qanchatal qog'i bor deb savol qo'yganligim uchun sizning miyangizda qog'iz desh bo'ldi. Garchi qog'ining atrofida gullar, bolalar, suv, manzara bo'lsa, buni sizlar ko'rolmaysizlar.
Chunki sizlar bu resimda nimani izlamoqchisiz? Qog'ini izlamoqchi. Biz dunyoda nimani izlamoqchi bo'lsak, shu narsa ko'rindi, qolgan narsalar ko'rinmaydi. Demak, butun dunyo qog'i bilan to'lgan degan odamga bu resimni ko'rsatsak, uningda boshqa manzillarni ko'rinmaydi. Nikoh bir xil baxtsizlik deb o'ylab olgan har qanday ayolda u faqat baxtsizlikni ko'rdi, u faqat qog'ini ko'rdi. U atrofda nurg'un narsalarni ko'rmaydi. Pul topmak qiyin deb o'ylagan odam cho'qim pul tepishni qiyinlashtirgan. Demak, ko'z qarash mana shundoq muhim bo'ladi. Ko'z qarashni o'zgarish uningdan muhim bo'ldi. Albatta ko'z qarashlarni o'zgartmak unchalar o'ng'ay bo'lmaydi. Ammo mumkin emasmi bo'lmaydi. Albatta bu mush darsimizdan asosiy nuqta hisoblanadi.